Kruasanni qanaqa yaxshi ko'rsam, pana shokoladni ham xuddi shunaqa yaxshi ko'raman va sizga ham uni bir marta bo'lsa ham yeb ko'rishni maslahat beraman. Pana shokolad xuddi kruasandagi xamirdan tayyorlanadi. Agar haqiqiy mazani qismoqchi bo'lsangiz, pulingizni ayamasdan eng sifatli sariyog' olib ishlating. Muzdek xamir ichiga muzdek sariyog' solib yoyamiz. Birinchi 4 qavat taxlab, yana yoyib, keyin 3 qavat qilib taxlaymiz va oshirma qatlama xamir tayyor. Endi xamirni yupqa qilib yoyib, chetlarini kesib olib tashlaymiz va 8 ga 16 sm bo'lgan turg'unchakli kesib olamiz. Har bitta pana shokolad ichiga ikkitadan termostabil shokolad solib o'raymiz. Bu maxsus pishirish uchun mo'ljallangan shokolad. Pishirganingizda eriydi, lekin kuyib oqib ketmaydi. Pana shokoladni listga terib 2 soatga oshirishga rastoykaga yuboramiz. Rastoykadagi harorat 28 daraja, namligi 70% bo'lishi kerak. Pana shokoladni o'zingiz eng yaxshi ko'rgan kofengiz bilan ichishni maslahat beraman. Men Keniyani 100% arabikasidan filtr kofe damladim. Uni mazasi juda ajoyib bo'ladi. Ichmagan bo'lsangiz, sizga achinmayman. Pana shokolad oshdi, ichi to'la havo bo'lgani uchun shunaqa liqillab turadi. Ustiga tuxum surib 170 gradusga 18 daqiqaga yuboramiz va qarabsizki, Fransiyaning klassikasi haqiqiy pana shokolad tayyor. Aytgancha, uni tarjimasi shokoladli non. Yeganingizda sariyog' bilan shokoladning mazasi og'zingizda to'qnashadi va sizning xotirangizga mixlanib qoladi. Har doimgidek to'liq retsept opisaniyada. Buyurtma qilib yeb ko'rmoqchi bo'lsanglar, Krem Bakery xizmatdorlariga muntazir.